Qani, Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aka, maslahatingiz kerak edi. Mashina olmoqchi edim. Qaysinisini olishni bilmayapman. Birinchisi Jetour X70, ikkinchisi Chery Tiggo 7, uchinchisi Haval M6, to'rtinchisi Depal crossover. Nomi esimdan chiqib qoldi. Jeep varianti. Shularni qaysi birini tavsiya berasiz? Tanlashga qiynalyapman. Maslahat uchun oldindan rahmat. Do'stlar, 5 daqiqa vaqtingizni ajratsanglar, hozir mana bu 4 ta avtomobildan qaysi biri sizga ma'qul kelishini xarakteristikasiga asoslangan holatda maslahat berib, sizlarga bir kichkina ma'lumot berishga harakat qilaman. Ushbu Jetour X70 avtomobili 1.5 turbo motor bo'ladi, teplik motor bo'ladi, 4 silindr bo'ladi, 7 o'rindiqlik bo'ladi va 7 o'rindiqli avtomobilda birinchi pozitsiyasi material, ofitsial dilerda, ikkinchi pozitsiyasi koja va ofitsial garantiyalar bilan birga bo'ladi. Endi Chery Tiggo 7 avtomobili. 7 avtomobili adashmasam 7 o'rindiqligi bor, chiqqan boshida. Hozirgi paytda adashmasam faqat 5 o'rindiqligi bor. Chery Tiggo 7 avtomobili. Va uchinchisi bu Haval M6. Haval M6 avtomobilimizni saloni 3 ta pozitsiyasi hammasi material edi, hozir kojaligi ham keldi. Va 3-pozitsiyasi kojinli salon bo'ladi. Bu avtomobil ham 1.5 turbo motor, 143 ta ot kuchi va avtomobil robotizatsiyaning korobkaga ega. Chery Tiggo 7 ham xuddi shunday avtomat korobkaligi bor. Va 4-inchisi bu Depal S07, ya'ni crossover versiyasi. Bu avtomobilimiz gibrid bo'ladi va benzin motorimiz unda faqat generator rolini bajaradi. Ya'ni avtomobil to'g'ridan-to'g'ri benzin motori mashinani harakatga keltirmaydi, faqat elektromotor. Va Depal avtomobilni orqa o'z tortadi, harakatlanadi. Bu avtomobil ham to'rtalasi bir-biridan mustaqil nezaviy podveskaga ega va Depal avtomobilining rasxodi mana shu Haval M6, Chery Tiggo 7 va Jetour X70 avtomobillardan eng kam rasxodi hisoblanadi. Endi o'zimga qolsa qaysi birini olgan bo'lardim yoki bu avtomobillarni bir-biridan qanday foydali, qanday ziyonli, qanday o'xshash yoki noo'xshash taraflari bor. Bu avtomobilni agar siz benzinda yuraman desangiz va benzin rasxodi kam qilish kerak bo'lsa, sizga eng birinchi navbatda bu Depal S07 avtomobili bo'ladi. Depal S07 avtomobili O'zbekistonda ofitsial sotilmoqda. Va bu avtomobilni adashmasam 300 million so'mdan 350 million so'm atrofida sotib olishingiz mumkin. Haval M6 avtomobiliga keladigan bo'lsak, boya aytgandek kojinli salon keldi. Avtomobil va MPI motor bilan jihozlangan, unga propan qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Chery Tiggo 7 va Jetour X70 avtomobillari ikkalasida ham GDI motor, ikkalasida ham motori deyarli bir xil. Sababi Jetour X70 avtomobilida ham Chery brendi ostidagi motorlarni ko'ryapmiz va kuzatyapmiz. Ya'ni Jetour avtomobillari ham, Chery avtomobillari ham qozoni bittadek tuyuladi va avtomobillarimiz o'ylaymizki, ikkalasi ham bozorda kam, sotilishi kam va avtomobillar sotib olingandan keyin egalari tomonidan uzoq muddat harakatlanib, ya'ni minib yurishmoqda. Qaysi biri? Boya aytganimdek, benzin bo'yicha Depal S07 gibrid, Haval M6 avtomobili bo'lsa 805 litrlik объем bagajnik bor, ya'ni bagajnik qismi 805 litr. Bu to'rtala avtomobilda eng katta объем bagajnik bu Haval M6 da. Va agar siz kam faqat benzinda yursangiz, bunda Depal S07. Agar siz propan o'rnataman, benzinda yurmayman, elektrichka menga kerak emas desangiz, unda Haval M6 avtomobili balkim ma'qul kelar, chunki propan metan muammosiz o'ynaydi. Jetour bilan Chery Tiggo 7 da Chery Tiggo 7 ni ofitsial dilerda faqat 5 o'rindiqligi sotilayotgan bo'lsa, unda faqat Jetour X70 avtomobili kojinli salon bilan 280 million so'mga ofitsial dilerdan 7 o'rindiqli avtomobil sotib olishingiz mumkin. Chunki 7 o'rindiqli avtomobil albatta sizga asqotadi. 7 o'rindiqlik bo'ladigan bo'lsa Jetour X70, agar yo'q, menga propanda yuraman, benzinda yuraman, propanda yuraman, elektrichka kerak emas desangiz, sizga Haval M6, yo'q, men faqat benzinda yuraman, shaharda yuraman, elektrda zaryad qilib turaman, avtomobil metan ham narxi 5700 so'm bo'lib ketdi, qimmatlab ketdi, propan narxi 7500 so'm bo'lib ketdi, elektr narxi 2200 so'm va skidkalar berilmoqda. 1500 so'mdan men elektrda zaryad qilib, elektrda yuraman, Toshkent shaharda yashayman desangiz, unda sizga ofitsial dilerdan Depal S07 avtomobilini 0 probegda, ya'ni 5-10 km probegda yurgan avtomobilni sotib olsangiz, men juda ham xursand bo'laman.
Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like albatta bosib qo'yinglar. Iltimos sizlardan kutib qolaman va kommentariyada yozishingiz yoki Instagramdan menga to'g'ridan to'g'ri direktdan yozishingiz ham mumkin. Video foydali bo'ldi deb o'ylayman. O'zabzor Muhammadjon, ko'rishamiz.